Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Telegram Premium olishni o'rganamiz va bu videoda 10.000 so'mlik sovrin qo'yilgan. Sharti videoni oxirida. Videoni ko'rishdan avval videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Unda biz videoni boshladik. Agar Androidda Premium olmoqchi bo'lsangiz, Telegraph degan ilovadan olasiz. Agar iPhone'da olayotgan bo'lsangiz, email orqali olishingiz mumkin. Mana qidiruvga Premium bot deb yozamiz. Birinchida chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Va start tugmasini bosamiz. Va pay bu yerdan bichgan mana pay bu yerga kartani kiritamiz. Birinchi chiqqan joyda kartani kiritamiz. Ikkinchisiga kartani amal qilish muddati va uchinchisiga CVV degan kod bo'ladi, shuni kiritamiz. Keyin Premium olish uchun Visa yoki Mastercard bo'lishi kerak. Va mana bu yerda pay tugmasi yoki to'lash chiqishi mumkin sizlarda. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Va keyin kartaga ulangan raqamga kod boradi. Shuni kiritsangiz Telegram Premium olinadi. 10.000 so'mlik sovrinni sharti shu videoga bitta kommentariy qoldirish va kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa shartlari yo'q. Bugungi videomiz shu Premium olish haqida bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.